Yoshingiz nechida? 75. Yosh ko'rinasiz lekin ko'stingiz. Bilmasam. O'rgilay o'g'limdan. Bir xabar olaylik keldik. Mana doktorimiz yerdagi lavrach. Nima sog'lik hammasi joyidami? Ishqilib Xudoga shukr hozir. Rahmat shularga menga unechka qog'oz taxlab berdi. Bitta pensiyam yetmaydi, parasta qildi. To'g'ri, order taxlab berganda order. Kelinimiz gipatek bo'lib qoldi-da. Yaxshi bir mehnat qilishdi. Hozir bormi? Doktorga ketuvdilar, qog'oz olib kelaman deb. Mana bu kishi glavvrachimiz bizani. Ha. Rayonni glavvrachi. O'sha qog'ozni berayotganlar kattasi. Hozir yozib olyapti, beradi bu kishi. Borliklaringizga shukr. Meni yo'qlab kelibsizlar. Sog' bo'ling. Rahmat. Hozir o'tib ketayotdik, rais bobo bilan gaplashib, qo'la yaxshilab bir kirib ko'raylik. O'rgilay. Salgina davolanib keldi deb kiruvdik uyingizga. Shu yerda keldim deydi, tomlarni shepir qilib beraman deyapti. Bitta duo qilib qo'ysalar bo'ladi deydi. O'rgilay o'g'limdan. Aylanay. Biz bilan ikkovida sizga duo qiluvdilar, asfal bo'ldikka o'sha yerga o'sha qizlarnikiga borgan ekanlar. Hamma cho'g'irlarda bir sizni duo qildilar. Malgot pechasi asfal bo'ldikka. Ana bo'lib ketdi. Bu ko'chalarni ham asfalt qilib beramiz. Borliklaringizga shukr. Meni yo'qlab kelibsizlar. Nazardan qolmabman. Juda quvonaman. Sog' bo'ling. Aynan. Ko'rmaganda o'tib ketdi. Omon bo'ling. Rahmat. Kelib turinglar. Rahmat o'g'lim.